Tramp Eronni o'yin o'ynashda aybladi. Fors ko'rfazidagi operatsiya to'xtatildi va Washington ortga chekinmoqda. Turkiya uzoqqa yetadigan kuchni ko'rsatdi. Turkiya ilk qit'alararo raketasini namoyish etdi. Yangi bosqich boshlanyaptimi? Sulh e'lon qilgan Rossiya Ukrainaga hujum uyushtirdi. Eron saksonga bo'linuvchi raketani ishga tushirmoqchi. AQSh mudofaasi xavf ostida. Kelishuv buzilsa hammasi boshidan boshlanadi. Makron AQShga keskin javob qaytardi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Tramp Eronni o'yin o'ynashda aybladi. Fors ko'rfazidagi operatsiya to'xtatildi va Washington ortga chekinmoqda. Donald Tramp Eronning muzokaralar borasidagi tutumini keskin tanqid qilib chiqdi va Tehronni ikkiyuzlamachilikda aybladi. Men shuni ayta olamanki, Eron kelishuv tuzishni xohlaydi. Eronda menga yoqmaydigan narsa shundaki, ular men bilan juda katta hurmat bilan gaplashadi. Keyin esa televizorga chiqib, biz prezident bilan gaplashganimiz yo'q deyshadi. Ular o'yin o'ynashyapti, dedi AQSh rahbari. Bu bayonot muzokaralar ortida davom etayotgan yashirin aloqalar va ochiq maydondagi keskin ritorika o'rtasidagi ziddiyatni yanada oshirdi. Shunga qaramay, Tramp bir vaqtning o'zida urushning dahshatli oqibatlari haqida ham gapirdi. Ular oqilona ish tutishlari kerak, chunki biz u yerga bostirib kirib odamlarni o'ldirishni xohlamaymiz. Men buni xohlamayman. Bu juda og'ir, dedi u. Bu so'zlar AQSh ichida ham keng ko'lamli urushning narxi va oqibatlari haqida xavotir ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Ammo eng katta burilish Fors ko'rfazida yuz berdi. Tramp Eron bilan tinchlik bitimi tuzish imkoniyatini baholash maqsadida Fors ko'rfazida qolib ketgan kemalarni kuzatib borish operatsiyasi qisqa muddatga to'xtatilishini e'lon qildi. Uning aytishicha, 4-may kuni boshlangan ozodlik loyihasi muzokaralarda vositachilik qilayotgan Pokiston va boshqa davlatlarning iltimosiga ko'ra to'xtatilmoqda. AQSh rahbari bu qaror ulkan harbiy muvaffaqiyatlar va Eron bilan tinchlik kelishuviga erishishda sezilarli yutuq tufayli qabul qilinganini yozdi. Qamal davom etar ekan, ozodlik loyihasi kelishuvni yakunlash va imzolash imkoniyati bor yo'qligini aniqlash uchun qisqa muddatga to'xtatiladi, dedi qo'shimcha qilib u. Turkiya uzoqqa yetadigan kuchni ko'rsatdi. Turkiya ilk qit'alararo raketasini namoyish etdi. Yangi bosqich boshlanyaptimi? Turkiya Milliy mudofaa vazirligi qoshidagi ilmiy tadqiqot markazi Saha 2026 ko'rgazmasida o'zining ilk qit'alararo ballistik raketasi Yildirim X'ni namoyish etdi. Bu mamlakatning eng ilg'or uzoq masofali raketa tizimlaridan biri hisoblanadi. Yildirim X raketasi o'zining yuqori texnologik imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Xususan, raketa Mach 25 tezligiga erisha oladi. Bu texnika tovushdan 9.25 barobar tezroq parvoz qilishi mumkin degani, uning parvoz masofasi 6000 kilometrni tashkil etadi. Raketa yonilg'i sifatida suyuq azot tetroksididan foydalanadi. Tizim 4 ta raketa dvigateli orqali harakatga keltiriladi. Yangi raketa tizimi poytaxt Istanbulda o'tayotgan Saha 2026 xalqaro mudofaa va aviatsiya ko'rgazmasida tanishtirildi. Ushbu tadbirda Turkiya mudofaa kompaniyalari va davlat muassasalari o'zlarining yangi ishlab chiqarilgan platformalar va texnologiyalarini namoyish qilmoqda. Sulh e'lon qilgan Rossiya Ukrainaga hujum uyushtirdi. 5-mayga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaning gaz ishlab chiqarish inshootlariga raketa va dronlar bilan zarba berib, jami 5 kishining halok bo'lishiga sabab bo'ldi. Ukrainaning Naftogaz davlat energetika kompaniyasi bosh direktori Sergey Koretskiyning aytishicha, Rossiya kuchlari Poltava va Xarkov viloyatlaridagi gaz ishlab chiqarish obyektlariga zarba bergan. Uning so'zlariga ko'ra, Naftogazning 3 nafar xodimi va 2 nafar favqulodda xizmat qutqaruvchisi halok bo'lgan. 37 kishi yaralangan. Naftogaz inshootlari esa dronlar va ballistik raketalar ishtirokida hujum oqibatida jiddiy zarar ko'rgan va ishlab chiqarishda yo'qotishlar yuzaga kelgan. Bu holat Rossiya prezidenti Putin kecha 4-may kuni qisqa muddatli o't ochishni to'xtatishni e'lon qilganidan so'ng kuzatildi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa hujumlarni qoralab bayonot bergan. Har kuni bunday raketa va dron hujumlarini amalga oshirib turib, propaganda tadbirlarini o'tkazish uchun o't ochishni to'xtatishni so'rash mutlaqo noto'g'ri, dedi Zelenskiy. Prezident shuningdek Rossiya kuchlari Dnepropetrovsk viloyatidagi muhim infratuzilmaga ham zarba berganini, 3 kishi yaralanganini va minglab oilalar elektr ta'minotisiz qolganini yozgan. Eron Saksonga bo'linuvchi raketani ishga tushirmoqchi. AQSh mudofaasi xavf ostida. Eron rasmiylari yana dunyo e'tiborini o'zining raketa dasturiga qaratdi. Eron parlamentidagi 90-modda qo'mitasi rahbari o'rinbosari Husayn Ali Hajdegalani mamlakat arsenalda bir raketa ichidan 80 tagacha alohida bomba yoki jangovar qism ajralib chiqishi mumkin bo'lgan texnologiya mavjudligini da'vo qildi. Uning aytishicha, bunday tizimlar bir vaqtning o'zida juda ko'p nishonlarga zarba bera oladi va aynan shu sababli AQShning Txad hamda Patriot kabi havo mudofaa tizimlari uchun jiddiy muammo tug'diradi. Hoji Delagani, agar bir vaqtda 10 ta shunday raketa uchirilsa, bu amalda 800 ta bomba hujumiga teng bo'ladi, deya ta'kidlagan va qaysi Txad yoki Patriot tizimini bunday hujumni to'xtata oladi degan savolni o'rtaga tashlagan. Harbiy ekspertlar bu kabi texnologiyalar odatda MIRV, ya'ni bir raketa ichida bir nechta mustaqil jangovar qismlar bo'lishi tizimiga o'xshashini aytmoqda. Bunday raketalar osmonda bir nechta bo'lakka ajralib, turli yo'nalishlarda harakat qilishi mumkin. Bu esa raketaga qarshi mudofaa tizimlarini chalg'itadi va bir vaqtning o'zida juda ko'p nishonni kuzatishga majbur qiladi. So'nggi yillarda Eron Qarham Sharh, Emad, Fattah va Keyber Shekan kabi uzoq masofali raketalarni namoyish qilgan edi. Ayrim tahlillarga ko'ra, ayniqsa Karman Sharh raketasi bir nechta jangovar qismlarni olib yurish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Eronning raketa strategiyasi asosan mudofaani to'yintirish tamoyiliga qurilgani aytilmoqda. Ya'ni bir vaqtning o'zida juda ko'p raketa va dron uchirilsa, hatto zamonaviy mudofaa tizimlari ham barcha nishonlarni urib tushirishga ulgurmasligi mumkin. Avvalroq Eronning yer osti raketa bazalari va Missile Shower System tizimi haqida ham ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Bu tizim qisqa vaqt ichida katta raketa yomg'iri uyushtirish uchun ishlab chiqilgani aytiladi. Shu bilan birga G'arbdagi ko'plab tahlil markazlari Eronning barcha da'volari mustaqil ravishda tasdiqlanmaganini ham eslatmoqda. Ayrim ekspertlar Tehron raketa imkoniyatlarini ataylab kattalashtirib ko'rsatishi mumkinligini aytadi. Biroq ular bir narsada yakdil. Eron bugungi kunda Yaqin Sharqdagi eng katta ballistik raketa arsenaliga ega davlatlardan biri hisoblanadi. Kelishuv buzilsa, hammasi boshidan boshlanadi. Makron AQShga keskin javob qaytardi. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen AQSh prezidenti Donald Trampning Yevropa avtomobillariga bojni oshirish tahdidiga javob berib, Washingtonni Bryussel bilan tuzilgan savdo kelishuviga amal qilishga chaqirdi. Bu haqda u 5-may kuni Yerevanda bo'lib o'tgan Yevropa ittifoqi Armaniston sammitidagi matbuot anjumanida so'z ochdi. Bizda kelishuv bor va uning mohiyati farovonlik, umumiy qoidalar va ishonchdan iborat, deydi u. Von der Leyenning aytishicha, Yevropa ittifoqi kelishuv doirasidagi qolgan tashrif majburiyatlarini amalga oshirishning yakuniy bosqichida. Shu bilan birga u Yevropa ittifoqi har qanday ssenariyga tayyor ekanini ham ta'kidlagan. Ana matbuot anjumanida Yevropa kengashi raisi Antonio Costa Yevropa ittifoqi mamlakatlari komissiyasining Trampning so'nggi savdo tahdidiga javobini to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Fransiya prezidenti Makron esa Yerevanda Armaniston bosh vaziri Pashinyan bilan o'tkazilgan alohida matbuot anjumanida bu pozitsiyani ochiqcha qo'llab-quvvatlagan. Kelishuvlar imzolangan va ularga amal qilinishi shart. Agar ular shubha ostiga olinsa, barchasini qaytadan boshlashga to'g'ri keladi. Agar biror davlat yangi bojlar bilan tahdid qilsa, YEIda javob qaytarish uchun vositalar bor va ulardan foydalanish kerak, deydi Makron. Trampning navbatdagi bosh tahdidlari Washington va Bryussel o'rtasidagi murakkab savdo munosabatlarida keskinlikni yanada oshirgan. Uning bayonoti Yevropa ittifoqining savdo bo'yicha komissari Marosh Shevchovich Washingtonga tashrif buyurib, Tren-Berri kelishuvi amalda ekanini ta'kidlaganidan keyin yangragan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.